Assalomu alaykum vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishlarimizga reyslarimiz ochilgan azizlar. Bu ko'rib turgan avtobusimiz ikkinchi pasatka jarayonimiz bo'lib, mana akamiz bilan o'z suhbat olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar, kimlar-kim Toshkent Samara yo'nalishi bo'yicha sifatli reysiy avtobusga ketmoqchi bo'lsa, ko'rib turibsizlar, ishonchli reysiy avtobusimiz shart-sharoitlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Haftada 4 marta dushanba hamda seshanba, payshanba, juma kunlariga shunaqa sifatli reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol behijob. Ukam, bir ko'rsatib o'ting sharoitlarni. Mana aziz vatandoshlar, ko'rib turganingizdek bizda ayollar doimida oldinda. Mana assalomu alaykum. Aka, nima deysiz? Yaxshimi? Qulaylari, kutib olish joylari, zalajdanalari, ketadigan vaqtlari mana. Siz kelganingizda birinchi avtobusimiz ketadi, to'g'rimi? Bu ikkinchisiga ulgudi Xudo xolasa. To'lsa to'lmasa yuradigan avtobusimiz mana komfortabilniy zaryadchi ustroystolar. Nima deyishyapti? Ishlayaptimi? Qo'ydinglarmi zaryadkaga? Mana ikkita katta monitorlarimiz, GPS onlayn kameralarimiz, suv sovuq kullerlarimiz, zarurat xonalarimiz azizlar. To'lsa to'lmasa chiqib ketadigan avtobuslarimiz. Akajon, nima deysiz? Yaxshi, zo'r. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Kelishaversinmi? Kelishsin. Xo'p, bo'ladi aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.